Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Xitoy hukumati Mahinur Qosimni Amerikaning Uyg'ur kishilik qonun loyihasiga qarshi so'zlatgan. Turkiya Xitoyga qattiq noroziligini bildirdi. Germaniya asos qonunni qo'llash idorasi Xitoyga sayohatga bormoqchi bo'lgan fuqarolarni ehtiyotchan bo'lishga chaqirdi. Qozog'iston yuz bergan aeroplan tushib ketish vaqasida o'lganlarning soni ko'paydi. Endoneziyada keng ko'lamli Uyg'urlarni qo'llash namoyishi o'tkazildi. Tövəndə ixtiyar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarında bolsa. Erkin Asya Radyosu xəbərdə Amerika Palatası yaxında Uyğur kişilik hüquq qanun layihəsini yüksək avaz bilan qo'llagandan keyin Xitoy hökuməti Şərq Türkistanda keng ko'lamli Amerikani ayıplash harakatini qo'zg'agan. Bu harakatga asosan hozirgacha Şərq Türkistondagi har darajadagi rahbariy kishilar, kadrlar va xalq ommasi ham shundaqla allaqachon pensiyaga chiqib bo'lgan Uyg'ur amaldorlarimi Amerikaning bu harakatini ayblashga selinmoqda. 26 dekabr kuni Xitoyning Tangritog to'rida 1940-yillardagi Sharq Turkiston inqilobiy rahbarlaridan marhum Ahmadjon Qosimiyning rafiqasi, Xitoy mamlakatlik ayollar birlashmasining sobiq muavin raisi, atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining sobiq muavin mudiri Mahinur Qosim xonimning bayonoti e'lon qilingan. Ko'zimni ro'shanlashtirib, haq-nohaqni aniq ayirib, Amerika tarafining razil niyatini qat'iy pash qilaman va tanqid qilaman mavzusida e'lon qilingan mazkur maqolada mushqildagi ayplash maqolalarida o'rtaq qo'llanayotgan iboralar orqali Amerika Xitoyning ichki ishlariga aralashish, terrorlik masalasida ikki xil o'lcham ishiltish bilan ayblangan. Mahinur xonimning maqolasida Amerika taraf gullangan, muqim Xinjiangni ko'rishni xohlamay, ochiq-oshkora paket o'ydirib chiqib, Xinjiangning terrorlikka qarshi turish, asabiylikni tugutish uchun ko'rsatgan g'oyat zo'r tirishchanligiga zaharxandalik bilan hujum qildi. Xinjiangning kishilik huquq ishlarida qo'lga keltirgan g'oyat zo'r muvaffaqiyatlarga qasddan tuhmat qildi degan so'zlar o'rnagan. Bu yil 6-oyda Ahmadjon Qosimiyning hozir Avstraliyada yashayotgan chavrisi Nuriya Qosimi o'z oilasining ahvolini asos qilib turib, chet eldagi Uyg'ur jamoatining yurtidagi urug' tuqqanlar bilan aloqa qilolmaslik qatorliq sabablar tufayli uchrayotgan ig'ir ruhiy besimi haqida guvohlik bergan edi. Nuriya Qosimi shu qatam podshohlik Melbourne Texnologiya instituti qarmog'idagi Shahar jurnalining 10-iyun soniga besilgan maqolada qilgan so'zida yaqinda bir tuqqanimizning tugab ketganligini opammo boshqalardan anglabdi degan. Shundaqla opasining hech qanday tuqqanlari bilan aloqa qilishish imkoniyatining bo'lmaganligini yoki vatanga berib dafn murosimiga qatnashmaganligini so'zlab bergan. Türkiye hükümeti kişilik hukukunu ağır derece depseni qilganlik sababli Xitoy qattiq norozilik bildirib, Beijingni Anqaraning Uyg'urlar duch kelayotgan kişilik hukuk depsenichiliklarga aloqador inkoslarni nazarga olishga chaqirdi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hami Aqsoy Uyg'ur turklarga qartilgan ağır derecedagi kişilik hukuk depsenichiliklar to'g'riliq e'lon qilgan yozma bayonotida Uyg'ur Abnum rayonidagi Uyg'ur turklarining va boshqa musulmon xalqlarning asosli kişilik haq-huquqlarini depseni qiladigan besimlar bo'libmi yaqinqi 2 yildan buyon borgan sari kuchayib ketganligi, xalqaro jamiyatning kun tartibidan o'rnaganligi, xohlagancha tutqun qilinayotgan necha million Uyg'ur turklarining yig'ilish lagerlarida va turmalarda qiyin qistoqlar, tan jazolari va ming yush qatorliq jazolarga duch kelayotganligi, uning hamda hech kimga sir emasligini, yig'ilish lagerlarining sirtidagi Uyg'urlarning qattiq besimga duch kelayotganligi, chet ellarda muhojirat yashayotgan Uyg'urlarning urug' tuqqanlardan xabar ololmayotganligi, bolalar ota-onalardan yiroqlashtirilib, yetim qoldirilganligini ta'kidlab, 21-asrda yig'ilish lagerlarining qaytadan o'tirg'i chiqishi va Xitoy doiralarining Uyg'ur turklari qaratgan sistemalik osmonasiya siyosati insonlik nomidan qattiq nomus qilarliq ish ekanligi, Uyg'ur Abnum rayonida yuz berayotgan insoniy tragediyaga munosabatli noroziligini Xitoy doiralariga har saviyada yetkazganligini bildirdi. Germaniya savdo-gazetining xabariga asoslanganda, Germaniya asos qonunni qo'g'dash idorasi germaniyalik sayohatchilar va savdogarlarni Xitoy safarda qattiq ehtiyotchan bo'lishni ogohlantirgan va josuslik xavfi kundan-kunga ish berayotganligi uchun Xitoyga borganda maxsus sayohat uchun qo'llaniladigan kompyuter va bir qatimliq qo'llaniladigan telefonlarni ishlatishni va bu aloqa aslalarini davomli yenda ilib yurishni alohida tavsiya qilgan. Sayohatdan qaytib kelgandan keyin bo'lsa, kompyuterni cho'ng ko'lamli virus tozalashdan o'tkazishni, hatto butun sonliq ma'lumotlarni bartaraf qilib etishni eskartgan. Germaniya asos qonunni qo'g'dash idorasi bundaq tavsiyada bo'lishni tushuntirib ma'lum degan. Xitoy hozir o'zining butun dunyoga boshlamchi kuchli davlat bo'lish maqsadini amalga oshirish uchun uchur sohasida alohida harakatlarni ilib beryapti. Hatto ba'zida ochiq-oshkor hujumlar bo'ldi. Bu yil may oyidan boshlab Xitoy vizasi iltimos qiluvchilarning to'rda jadval to'ldirganda nurg'un shaxsiy uchurlarni to'ldirishni talab qildi. Muhim siyosiy va savdo tijoriy shaxslarni suzib chiqib, Xitoyga borgandan keyin kuzatishga qulaylik yaratish, hatto ularni setib olishga urinish qatorliq ishlarni qilyapti. Bu sebepten asos qonunni qo'g'dash idorasi kishilarni bu turdagi jadvallarni to'ldirganda o'zining xizmati va amaliy to'g'risidagi savollarga bak tafsiliy javob bermasdan abstrakt javob orqali jadvalni to'ldirishni tavsiya qilgan. Yaqinda kishilar mundaq bir uchurga erishgan. Sayohatchilar Sharq Turkistonga berish oldida chegirdagi soqchilar tomonidan telefonlarga bir xil kuzatish aptitali majburiy holda qachilangan.
Bu xil detal aniqki telefondagi gumonliq deb qaralgan uchurlarni tanlab chiqish va soqchi doiralarga yetkazilishga qulay bo'lish uchun ekan. Rossiya agentligining 27 dekabr xabarida 27 dekabr kuni atiganda Qozog'istonda bir yo'lovchilar aeroplanining tushib ketishi sababli hayotidan ayrilganlarning soni 15 ga yetgan. Qozog'iston jiddiy ahvollarga taqobil turish komitetining bildirishicha, Olmuta Nur-Sulton orqali qatnayotgan Bek Air havo yo'llari shirkatiga oid Fokker 100 tipli yo'lovchilar aeroplani qo'zg'alish jarayonida 2 qavatli bir imoratga so'qilib tushib ketgan. Olmuta valiy mahkamasining bildirishicha, aeroplanda 8 bola, 5 xodimni o'z ichiga olgan 93 kishi bo'lib, qazoda 15 kishi jonidan ayrilgan, 66 kishi yaralangan. Qozog'iston sanoat va ul asliha qurilishlarini taraqqiy qildirish ministrligining bildirishicha, qazoning sababini tekshirib bartaraf qilingan qadar Bek Air havo yo'llari shirkatining uchish faoliyatlari to'xtatildi ekan. Qozog'iston prezidenti Jumart To'qayev 2019-yil 28 dekabr kunini aeroplan tushib ketishi sababli butun Qozog'istonda motam kuni qilib bekitdi. 2019-yil 12 oyning 27-kuni juma namozidan keyin Indoneziya poytaxti Jakartada Xitoy konsuli oldida Indoneziya ishchilar uyushmasining o'rinlashtirishi va Sharq Turkiston Milliy Majlisi raisi Si Tumturk apandimning taklifga binoan qatnashishi bilan zolim Xitoyga qarshi Uyg'urlar erkinlik temasida zo'r ko'lamli namoyish o'tkazildi. Faoliyatda Si Tumturk apandim so'z qilib, Sharq Turkistonda Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon qarindoshlarimizning Xitoy hukumatining jazo lagerlari va turmalarida dahshatli qiyin qistoq elinayotganligi va o'ldirilayotganligi, millioncha oilaning vayron bo'lganligi va u oilalarga Xitoylarni yerlashtirib, bizning iffat nomusimizni dafsana qilayotganligini, diniy va milliy kimligimizni yo'qotishga urinayotganligini nihoyat jonliq bayon qildi. Si Tumturk apandi so'zida yana Indoneziyadagi qarindoshlarning Xitoyning zulmini to'xtatishga ko'rsatgan tirishchiliklarga cho'nqur rahmatini bildirdi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.